Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik ata-analar, şundaqla omaq farzandlarimiz Güzel Dinim programımızın 14-saniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Kamina Abdullah Yalqun shundaqla kichik diktorimiz Qizil Yupurmoqdan sizlarga oliy ehtirom, o'tliq salom. Hammalarga ma'lumki biz bu programmamizda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. Inshaalloh biz o'tgan soatda va uningdan ilgirki bir qancha darslarimizni davomlashtirib kelayotgandek namoz bobidan texi chiqib bo'lamadik. Bugun inshaalloh jamoat bilan o'qiladigan ba'zi namozlar degan bobga kelgan to'q biz shu yerdan boshlab davomlashtiramiz. Endi jamoat bilan o'qiladigan ba'zi namozlarninki birinchisi juma namozi. Juma kuni musulmonlarning haftalik dam olish kunidir. Ular juma kuni jamiyada bir-biri bilan ko'rishidi, o'zaro hal ahvol so'rashidi, mungdishidi, bir-biriga yordamlashidi. Cuma namazı qancha rakat, qachon o'qildi degan savolga javobimiz dinimiz musulmonlarga namoz vaqti kelganda ishlarini to'xtatib juma namozi o'qishi kerakligini amr qilgan. Juma namozi o'qish uchun bir imom va eng az 3 kishidan tarkib topgan bir jamoat bo'lishi kerak. Juma namozi 10 rakat bo'lib, peshin namozi vaqtida o'qiladi va shu kunlik peshin namozining o'rnida bo'ladi. Biror sabab tufayli juma namozi o'qiy olmaganlar peshin namozi o'qiydi. Cuma namozi kimlarga farzdir? Cuma namozi faqatli balog'atga yetgan musulmon erkaklarga farzdir. Cuma namozi kimlarga farz emas? Javob: ayollar, bolalar, kasallar, kasalning holidan xabar olmasi bo'lmaydiganlar, yo'lovchilar, erkinligi yo'qlar, a'molar, o'rnidan tura olmaydiganlar va puti yo'qlarga farz emas. Shundaq turug'liq bu kishilar juma namozi o'qisa, namozi qabul bo'ladi va peshin namozi o'qimasa bo'ladi. Cuma namozining maqbul bo'lishidagi shartlar qaysilar? Birinchi, juma namozi peshin vaqtida o'qilishi kerak. Ikkinchi, namozdan ilgari xutba o'qish kerak. Uchinchi, juma namozi o'qiydigan yerga hammaylar kiralaydigan ommaviy bo'lishi kerak. To'rtinchi, imomdan sirt eng az 3 kishilik bir jamoat bo'lishi kerak. Alloh taolo sura Jumaning 9-oyatida mundaq deydi: "Ey mu'minlar, juma kuni juma namoziga azon aytilsa, Allohni yod etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini ado qilishga oldirib beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar. Agar bilsanglar, bular sizlar uchun yaxshidir." Yana Alloh subhanahu va taolo sura Jumaning 10-oyatida namoz o'qilib bo'lganda zaminga tarilib, ya'ni o'z mashg'ulotinglar bilan bo'lib, Allohning fazlidan talab qilinglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar deydi. Suyumli Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem mundaq deydi: "Cho'ng gunohlardan yiroq turganda 5 vaqt namoz orliqlarida qilingan kichik gunohlarga kafforat bo'ladi. Juma namozi bo'lsa, 2 juma namozi orasida qilingan kichik gunohlarga kafforat bo'ladi." Bu hadis Imom Muslimning tahorat bobi 14-numurli hadis. Xo'sh, juma namozini qanday o'qiymiz? Javob: jumaning farzdan ilgari 4 rakat sunnatini o'qiymiz. Bu namoz peshin namozining 4 rakat sunnatiga o'xshaydi. Shundaqla sunnatdan keyin xotib munbarga chiqib o'ltirdi. 4-chi muazzin azon o'qiydi. 5-chi azondan keyin xotib, ya'ni xutba so'zligichi imom o'rnidan turib xutba o'qiydi. O'qish va anglash farz bo'lgan bu juma xutbasini jimjit holda turib anglaymiz. 6-chi xutbadan keyin muazzin keltirgan qomat bilan imomga iqtido qilib Cuma namazının 2 rakat farzini o'qiymiz. 7-chi, ondan keyin o'zimiz jumaning oxirgi 4 rakat sunnatini o'qiymiz. Bu namozmi peshin namozining 4 rakat sunnatiga o'xshaydi. 8-chi, keyin xohlasak yana 6 rakat namoz o'qisak-mı bo'ladi. 2-chi, hayit namozi. Yilda 2 qatim hayitimiz bor. Bulardan biri ro'za hayit, yana biri qurbon hayitdir. Bu hayitlarda Allohga shukr qilish yuzasidan 2 rakat hayit namozi o'qiymiz. Hayit namozi kimlarga vojibdir? Javob: juma namozi farz bo'lgan kishilarning hammasiga hayit namozi o'qishmi vojib bo'ladi. Hayit namozi qachon o'qildi? Javob: hayit namozi hayit kuni atdiganda kun chiqib 40-45 minut vaqt o'tgandan keyin o'qiladi. Bu vaqt Turkiyada shunday o'qiladi, ammo ba'zi davlatlarda kun chiqib oz vaqt o'tgandan keyin o'qiladigan ishlarmi bor. Endi hayit namozini qanday o'qiymiz? Javob: hayit namozi jamoat bilan birlikda o'qiladi, azon va qomat o'qilmaydi. Niyat qilib imomga iqtido qilamiz, ondan namozimizni mundaq o'qiymiz. Birinchi rakat Subhanaka duosini o'qiymiz. Imom bilan birlikda qo'limizni qo'liqimizgacha ko'tarib, xuddi namozga boshlash takbiri o'qigandekla
3 qitim takbir aytamiz. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deymiz. 3-takbirdan keyin qo'l bog'laymiz. Normal namozdagidek. Uning keyin imom Fatiha va Qur'ondan oyat o'qiyotgan imomni anglab turamiz. Ruku va sajda bilan birinchi rakatni tamomlaymiz. Ikkinchi rakat-chu. Fatiha va surani anglagandan keyin imomning o'qigan Fatiha va uning kendiki surani anglagandan keyin imom bilan birlikda yana qo'limizni ko'tarib 3 qitim takbir aytamiz. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb 3 qitim takbir aytamiz. 4-takbirda rukuga engishimiz. Ruku, sajda va at-tahiyyatuda o'ltirishdan keyin namozimizni tamomlaymiz. Shuning bilan bu hayit namozimi shundaq o'qilib tamom bo'ldi. Hayit namozi xutbasi qachon o'qildi? Javob: hayit namozi xutbasi namozdan keyin o'qiladi. Bu xutbaning o'qilishi suyumli payg'ambarimizning sunnatidir. Bu xutbalarda xotiblar odatda bu kunning ma'nosi va ahamiyati haqida tabliq qiladi. Xutba va duolar tugagandan keyin musulmonlar o'zaro hayyitlashadi, qaydishib qolganlar ittifoqlashadi. Tashriq takbirining so'zi va ma'nosi nima? Tashriq takbirining so'zlari Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Bu so'zning ma'nosi nima deganda Alloh eng buyukdir. Alloh eng buyukdir. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh eng buyukdir. Alloh eng buyukdir. Barliq hamd va sano Allohga xosdir. Eng oddiy ma'nosi qadrli qarindoshlar. Tashriq takbiri degan nima? Qachon o'qildi degan savol. Javob: Qurbon hayit kuni namozning farzidan keyin o'qilgan takbir tashriq takbiri deb ataladi. Arafa kuni bomdod namozida boshlanib, hayitning 4-kuni asr namozida oxirlashadi. Bu takbirlarni o'qish vojibdir. Yolg'iz namoz o'qiganda bo'lsin, jamoat bilan namoz o'qiganda bo'lsin, bu takbirlarni o'qishimiz kerak. Har farz namozdan keyindan mushu Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd degan mushuni hamma yerda masjidlarda o'qiymiz, hammamizga ma'lum. Xo'sh, endi 3-jinoza namozi, mayit namozi. Jinoza namozi vafot bo'lgan musulmon qarindishimiz uchun qilingan bir duodir. Odatda jamoat bilan o'qilgan bu namozni yolg'iz kishimi o'qiy oladi. Jinoza namozining hukmi nima degan savolga javob: jinoza namozi o'qish farz kifoyadir. Musulmonlardan bir qism kishilar bu namozni o'qisa savobga erishadi. Boshqalari ham mas'uliyatini ado qilgan bo'ladi. Ammo bir musulmonning jinoza namozini hech kim o'qimasa, farz qilingan bir ibodat tarik qilinganligi uchun shu rayonda yashaydigan barliq musulmonlar mas'ul va gunoh sodir qilgan bo'ladi. Jinoza namozi qanday o'qildi? Javob: jinoza namozi ruku va sajdasi bo'lmagan bir namozdir. Bir niyat va 4 takbir bilan o'qiladi. Jinoza qo'yilgan yerning oldida safga tizilib, Alloh uchun namozga, meyit uchun duoga iqtido qildim imomga deb niyat qilamiz. Qo'limizni ko'tarib boshlash takbiri o'qiymiz, Allohu akbar deb. Boshlash takbiridan keyin qo'l bog'lab subhanaka duosini o'qiymiz. Qo'l ko'tarmayla ikkinchi takbirini aytib Allohumma solli ala, Allohumma barik ala duosini o'qiymiz. Yana qo'l ko'tarmayla 3-takbirni aytib, agar bilsak jinoza duosini, agar bilmasak Fatiha surasini o'qiymiz. 4-takbirdan keyin o'ng so'l tarafga salom qilib namozni tamomlaymiz. Jinoza namozidan keyin vafot bo'lg'uchining oila tavobiatlari, urug' tuqqanlardan hol so'raymiz. Ularning ig'ir musibat kunlarida tasalli beramiz, din qarindoshlik mehrimizni yetkazamiz. Suyumli payg'ambarimiz mundaq deydi: Kim bir jinoza namozi o'qisa, bir qirat, meyit ko'milgicha saqlab tursa, 2 qirat savobga erishadi. 2 qirat degan qanchalik deb so'rashdi. 2 cho'ng tog'chilik deb javob berdi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bu hadis İmam Buxariyning Janoiz bobi 59-numurli hadis. 4-tarovih namozi. Tarovih namozi Ramazon oyida o'qiladigan 20 rakatlik bir namozdir. Bu namozni o'qish ham ayollarga ham erlarga sunnati muakkadadir. Biror sabab tufayli ro'za tutalmaganlarning mu tarovih namozi o'qishi sunnatdir. Tarovih namozini yolg'iz o'qig'ili bo'lamdi? Javob: Payg'ambar alayhissalom tarovih namozini ba'zida yolg'iz, ba'zida jamoat bilan birlikda o'qigan bo'lib, o'qimagan kunlari faqat yo'q edi. Payg'ambarimizdan keyin Hazrati Umar zamonida tarovih namozi hamisha jamoat bilan birlikda o'qilishga boshlagan va kunimizgacha mushundaq davomlashib kelgan. Tarovih namozini jamiyada jamoat bilan birlikda o'qigandak, uyda yolg'iz o'qig'ili bo'ladi.
Ammo jamoat bilan birlikda o'qiganda savobi texmi ko'p bo'ladi. Tarovih namozini qachon, qanday o'qiymiz? Javob: tarovih namozini xufta namozdan keyin vitr namozidan ilgari o'qiymiz. 2 rakatda bir salom berib o'qisimi yoki 4 rakatda bir salom berib o'qisimi bo'ladi. 4 rakatda bir salom berib o'qiganda namozimizni asr va xufta namozining oldingi 4 rakatlik sunnatiga o'xshash o'qiymiz. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: kimki Ramazonning xosiyatiga ishinib va savobini Allohdan tilab tarovih namozi o'qisa, ilgarigi gunohlari mag'firat qilinadi. Bu hadis Imom Muslimning Musafirin babi 174-numurlik hadisi tilga ilingan. Kesal kishining namozi. Og'rib qolgan chig'imizda namozimizni qanday o'qiymiz? Javob: muqaddas dinimiz ibodatlarimizning to'xtab qolmasligi uchun nurg'un qulayliklarni o'ttirg'a qo'ygan. O'ri turolmaydigan darajada kasal bo'lib qolganda o'ltirib namoz o'qisak bo'ladi. O'ltirishqimi madorimiz yetmasa, yetib ima ishorat bilan namoz o'qisak bo'ladi. İma ishorat namozdagi ruku va sajdaga ishorat qilish uchun beshimizni egishtir. Safar namozi. Qanday sharoitda yo'lovchi hisoblanamiz? Javob: biz yashayotgan shahar, nahiya yoki yezidan 90 kilometrlik uzoqlikdagi bir yerga 15 kundan oz vaqt turish uchun borgan chig'imizda yo'lovchi hisoblanamiz. Yo'lovchilik qachon boshlanib, qachon oxirlashadi? Javob: yurtimizdan yo'lga chiqqanda boshlanib, qaytib kelgan chig'imizda oxirlashadi. Yo'lovchi namozini qanday o'qiydi? Javob: safarda ba'zi qiyinchiliklar bo'lganligi uchun dinimiz yo'lovchilarga qulayliklar tug'dirib bergan. 4 rakatlik farz namozlar peshin, asr, xuftan qisqartirilib 2 rakat qilinib o'qiladi. 3 va 2 rakatlik farzlar bomdod va namoz sham shu peti o'qiladi. Agar vaqtimiz bo'lmasa, sunnatlarni o'qimasaqmi bo'ladi. Safarda jamoat bilan birga namoz qanday o'qiladi? Javob: safarda yo'lovchi emas, muqim bir imomga iqtido qilib namoz o'qigan chig'imizda farzlarni qisqartmaymiz. Imomga iqtido qilib 4 rakat farzni 4 rakat o'qiymiz. Yo'lovchi kishi namozda imom bo'lsa, yo'lovchi emas kishilar namozini qanday o'qiydi? Javob: yo'lovchi kishi jamoatga imom bo'lsa, namozining 2-rakatida salom beradi. Jamoatning ichidagi yo'lovchi bo'lmagan kishilar namozini 4 rakat o'qib tamomlaydi. Qazo namozi. Qazo namozi degan nima? Javob: namozni vaqtida o'qishdan iborat, ado vaqtida o'qiy olmay, keyin o'qish qazo deb ataladi. Namozda qazo qilishning hukmi nima? Javob: namozni vaqtida o'qish qanday farz bo'lgan bo'lsa, vaqtida o'qiy olmagan qazo namozlarni keyin to'liqlab o'qishmi shunchalik farzdir. Sababsiz namozni qazo qilish cho'ng gunohdir. Qazo namozlar qanday o'qiladi? Javob: shu kunki bomdod namozi vaqtida o'qilmagan bo'lsa, chinqi tush mezgiligacha quyosh tik bo'lg'ichi bo'lgan orliqda sunnati bilan birlikda qazosini o'qig'ili bo'ladi. Ilgirki kunlardagi o'qilmay qolgan bomdod namozining sunnatining qazosi o'qilmaydi. Qazo namozining faqat farzi o'qiladi, sunnati o'qilmaydi. Qazo namozlarini o'qiganda qanday niyat qilindi? Javob: qazo namozlarini o'qiganda niyat qilganda, masalan, bugungi bomdod namozi qazo bo'lgan bo'lsa, niyat qildim bugun vaqtida o'qiy olmay qolgan bomdod namozining 2 rakat farzini o'qishga deb niyat qilamiz. Namozimizning qaysi kuni o'qilmay qolganini esimizga ololmasak, niyat qildim vaqtida o'qiy olmay qolgan oxirgi bomdod namozining 2 rakat farzini o'qishga deb niyat qilamiz. Qaysi vaqtlarda qazo namozi o'qig'ili bo'ladi? Javob: namoz o'qig'ili bo'lmaydigan 3 vaqt. Kun chiqayotgan, kun tiklashgan, kun petayotgan vaqtdan boshqa vaqtlarda har zaman qazo namozi o'qig'ili bo'ladi. Şeytan bizni namazdan yiroqlashtirishga tirishadi. Namoz ulug' bir ibodatdir. Albatta, bu ibodatdan yiroqlashtirish uchun şeytan bekor turmay doim bizga vasvasa qiladi. Namoz vaqti kelib, namozga turmoqchi bo'lganimizda şeytan bizga "Teqi vaqt bor. Endi ish qilyapsan. Hozircha ishingni qil. Namozni birdamdan keyin o'qisangmi bo'ladi. Herib ketibsan. Uyqu qanmiding. Yana birdam uxla" degandek vasvasalar bilan namozga turishimizga to'salg'i bo'ladi. Shuning bilan namozni kechiktirishimiz yoki vaqtini o'tkazib o'tishimizdan iborat
şeytanның məqsədi əməlgə aşıdı. Bəzidə insanlar arqılıq bizni namazdan tosudu. İnsanlar bilan o'ltirgan chig'imizda "Texi vaqt bor, bu gap tugusin, yana birdam so'zla, namozni do'stlaring ketgandan keyin o'qisangmi bo'laverdi" degandek xiyollar namozni kechiktirishimiz yoki vaqtini o'tkazib o'tishimizga sabab bo'ladi. Bundaq chaqlarda namozning vaqti o'tib ketmasin deb darhol o'rnimizdan turib namoz o'qisak, shaytonni mag'lub qilgan bo'lamiz. Şeytan eng ko'p qo'llaniladigan ozdirish metodidan birisi bizni namozni tez-tez o'qishga oldirtishdir. Sening qiladigan nurg'un ishing bor. Namozingni tezroq o'qib tugat deb bizni oldirtidi. Qiladigan barliq ishlarimizni namoz jarayonida aqlimizga keltirib, xuddi hech vaqtimiz yo'qdek namozni tezlikda tugatishimizni istaydi. Shunda qilib namozda ta'dil arkonga rioya qilishimiz ruku va sajdani to'liq ado qilishimizga to'sqin bo'ladi. Halbuki namoz o'qigan vaqtimiz bilan silishtirganda bekor o'tkazayotgan shunchalik ko'p vaqtimiz borki, qiladigan ishlar bu chaqda esimizga kelmaydi. Shayton bizni namozdan uzoqlashtirish uchun aqlimizga, xiyolimizga kelmagudek boshqa hiyla va tuzoqlarni qo'llanadi. Bulardan ba'zilari namrat bechoralarning yeniga kelib, namozni tashlashni aytidi. Namoz sizlarning ishinglar emas. Namoz Alloh mo'l rizq ihson qilgan boylar uchundir. Kesal kishilarning yeniga kelib namoz o'qima, chunki Alloh taolo kasallarga qiyinchilik yo'q deb amr qildi. Saqaygan chig'ingda ko'plab o'qarsan, deydi. Shunda qilib ularni namozdan yiroqlashtirdi. Har kishining ahvoli va ishiga asosan biror bahona tepib chiqib namozdan to'sishga urindi. Şeytanın bu vesveselerinden qutuluşunun eng yaxshi chorasi doim tahorat bilan yurish va vaqti kelgan hamon namoz o'qishdir. Hürmetlik ata-analar, şundaqla qadirlik omaq farzandlarimiz shuna qilib Güzel Dinin programımızın 14. sani vaqt münasibət bilan müşahada axırlaşdı. İnşallah yeni bir qatımlıq programımızı görüşküçə sizlərni Canabi Allah tapşırımız. Bizler üçün icabətlik dualarınlarda dua qılıb qoyuşunlarını çin qalbimizin ümid qılımız. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Qini qizli yupurmaq sizmi xoşlaşıb edin. Hürmetlik ata-analar ve qadirlik kichik do'stlar, kelar qitimqi programımızı görüşküçə sizlarni Canabi Allah tapşırman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.